Bunaqa silyonli somsa qilish uchun xamir yoyishni bilish shart emas. Eng oddiy va sodda uslubda shunaqa qavat-qavat somsa qilishni ko'rib chiqamiz. Oddiy un, tuz, suv solingan xamir qilib olamiz. Xamirlarimizni mana shunaqa holatga keltirib, ustidan eritilgan saryoni surib, har bitta qavatini ustiga surib, oxirgi qavatini ustiga yopib olamiz. Surgan saryolarimiz xamir bilan bir-biriga kirishib olish uchun ozgina dam beramiz. Somsamizni farshiga 500 g qiymaga 300 g piyozni qirg'ichdan chiqarib, tuz, murch, zira qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 soatcha xolodilnikda dam yegan xamirlarimizni olib, mana shunaqa to'rtburchak holatga keltirib, to'rtburchak qilib kesib chiqamiz. Bu somsalarni har kim o'z xohishiga ko'ra turlicha tugishi mumkin. Men eng oson uslubdan foydalanib shunaqa tugishni ma'qul ko'rdim. Somsalarimizni tugib bo'lganimizdan keyin list ustiga pergament yozib, ustidan oddiygina suvni mana shunaqa sepib chiqamiz. 180-200 gradusda qizib turgan pechimizga 25 uzog'i yarim soatga yuboramiz. Agar tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta shu uslubda bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Bunaqa tayyorlab ko'rganingizdan keyin do'konlardagi har xil firmalarning xamirlarini sotib olib yurmaysizlar. Ma'lumotli foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum.